Assalomu alaykum, Sher Fishing YouTube kanali obunachilari. Bugun biz sizlar bilan Kalibr do'kondamiz. Kalibr do'konimizga juda ham ko'p yangiliklar kelgan. O'quvchilar va harbiylar uchun Kalibr do'konimizdagi asosiy yangiliklar oyoq kiyimlar kelgan. Krossovkalar, sapoylar, xilma-xillari kelgan. Bir boshdan sizlarning narxlari bilan, kiyim-kechaklar narxlari bilan va aksessuarlar bilan tanishtirib o'taman. Kalibr do'konimizdagi asosiy yangiliklarga o'tadigan bo'lsak, krossovkalarning turli xillari kelgan. Do'stlar, bir boshdan sizlarga ko'rsataman. Hozir kuzgi mavsum keldi. O'ga chiqqanda ham ozgina sovuq bo'lyapti. Kechki o'g'larda Arnasoyga bordik yaqinda. Kechasi sovuq bo'ldi. Yaqinda 3-4 kun bo'ldi Sanjarbek do'stim bilan borib keldi. Kechasi ancha sovuq bo'lib qoldi. Sherzodbek oldingidan borganda. Chunki hozir ichki belyolarga ehtiyoj tug'ilyapti. Qalin paypoqlar, qalin sapoylar, bushlatlarda issiqlarni oladigan vaqt kelib qoldi. Chunki kechasi sovuq bo'lyapti o'quvchilar uchun asosan. Bu joyda ko'rib turgan krossovkalar narxlari 100 ming so'mdan 600 ming so'mgacha. Endi narigi tomonga o'tamiz. Endi bu yerda ko'rib turgan krossovkalarni endi haqiqiy yangilik desa bo'ladi. Mana ko'rib turgan krossovkamiz juda ham pishiq ekan, to'g'risi. Kiygilarim kelib ketyapti. Tay ko'shik. Ular o'zimizda chiqyapti ekan. Shunaqa zo'r narsalar chiqyapti ekan. Sapoylarda ko'pi yangilik bo'lgan do'stlar. Mana sapoylar ham yangi kelgan. Tay ko'shik, mazax kelgan. Zo'r narsalar. Xullas bu tomondagi krossovka, sapoylar ham yangilik bo'lgan. Xullas perchatkalar yangilari kelibdi. Ajoyib ekan. To'g'risi o'kini kirganimda ko'rdim. Menga yoqdi-da. Buni xullas o'ga borganda suvni bo'yida o'tirganda qarmoqlar tashlab qo'yib, yemlab taqvolasiz. Issiq ekan, mazzaligini qaranglar. Mana bunaqa joylarda bunaqa nimalar ham bor ekan. Mazza. Xullas baliqni ham bitta bo'g'ib ushlab olaverasiz, kattasi chiqsa. Issiqqina ekan. Mayda endi bu nimaga bilmadim. Buni to'g'ri yo'lda ishlatamiz. O'sha nima deydi, yong'oq-pong'oq chaqqanda kerak bo'ladi. Qattiq joyi bor ekan. Xullas har xil rangidan mana nos rangidan bor ekan, sarig'idan, qorasidan bor ekan. Xullas harbiylarimiz uchun nima deydi, dori qutilari o'zbekchasiga panamalarni xilashida, sumkalarimiz yangilik mana kattalaridan kelgan. Bilyolarimiz ona pachka-pachka ketdi mana do'stlar. Qancha desangiz bor, hammasidan har xil rangidan qishki bilyolar o'quvchilarga, harbiylarga bilyolarni zo'rlari kelgan mana. Ular bu tomon sumkalarimiz, yangiliklar. Bu nima ekan endi bu? Bu plashnakitka. Yomg'irga kelgani harbiylarga, o'quvchilarga bu ham. Faqat o'quvchilarga demay, bu yerda juda ham ko'p narsalar harbiylar uchun ham olib kelingan. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu tomonda kurtkalarimiz har xil razmerda, kepkalarimizni turidan kelgan. Hamma harbiy alohida tashkilotlarga alohida kelgan. Mana sportiniy harbiylarga, o'quvchilarimizga ustiboshlar. Lekin mana kurtka haqiqiy jinnixona kurtka bu. Maza qilasiz. Yonmasa ham kerak menimcha. Bu yomg'ir o'tkazmaydi. Issiq juda ham hali kerakli nimalari ichida mexlari ajrar ekan, ajoyib ishlangan kurtka. Bu tomonimizda ham o'sha qishki kurtkalar sovuq tushishni boshlaganligi uchun hammasini olib chiqib qo'ydik mana do'stlar. Sumkalarimiz kerak bo'lsa, yana kepkalar, endi yozgi kepkalar bular. Endi hozir qishki mavsumga, hozir qishga ko'proq shapkalar nima qilinyapti? Sharfli shapkalarimiz bor, hozir ko'rsataman. Bu krossovkalarimiz akalar, bu yugurgani, faqat yugurgani ekan. Ko'chada yurgani o'vga bu bas, faqat yuguruvchilar uchun, sportni yaxshi ko'radiganlarga ajoyib har xil rangdagi krossovkalarimiz kelgan. Ajoyib ekan, qattiqqina ekan, zo'r ekan. Xullas futbolkalar. Bular hozir sovuq tushdi, qishki mavsum kelyapti turganligi uchun ancha narxlar tushgan. Kelib ko'ring o'zlaringiz. Men bir boshdan hozir narxlarni aytgan, hozir menga yordamchi yo'q bu yerda. O'zim syomka qilyapman. Bittasini yolladim hozir. Egalari ham menga tashlab ketgan do'konni. O'shuning uchun narxlarni bilmayman. Kelib ko'rasizlar, do'konda aylanasizlar, narxlar bilan tanishasizlar. Mana juda ham zo'r narsa. Bu narsa nima deydi?
namozxonlarimiz uchun tayizga qo'yib yotasizmi, o'tirasizmi, o'ga borganda juda ham qulay narsa. Idish-tovoqlarimiz bu yerda yana yuramiz bu tomonlarga. Xo'sh, yana nima ko'rsatmoqchi edim men? Harbiylarni, hozir harbiylarimizga qurolli kuchlarga, o'sha har xil toifadagi harbiylarimizga formalarni yangilari kelgan. Mana qurolli kuchlarga MCS, milliy xavfsizlik, bu chegara qo'shinlari. Ko'ylaklarimiz ajoyiblari kelgan. Bular endi yozgi narsalar kelishib, juda ham sizlar xohlagan narxda qilib beriladi. Yana ketdik bu tomonga. Bilyolarimiz mana bular ham o'sha o'tgan yilgilar sotilib, yangi kelgan bilyolarimiz. Arzonlari ham bor, mana Xitoydagi bor va O'zbekiston, Xitoy mahsulotlari. Hozir asosan ketyapti turgan ko'ylaklarimiz mana. Tepada turgan yangi uzun ko'ylaklarimiz har xil rangidan kelgan. Bu tomon yuramiz. Bu yerda ham hamma futbolkalarimiz, bular ham hozir sovuq tushyapti, arzon berib yuboriladi. Shimlarimiz zo'rlari mana shu yerda. Bu tomonda mana qishga, mana kuzga kiyadigan yengil, nima deydi, sportivkaga o'xshagan ajoyib ustozlarimiz kelgan. O'ga chiqqanda ham kerakli, nima deydi, ko'chaga kiyib yurgani ham kerakli. Mana bularda misol, mana ular hamma yo'q bor. Mana formalarni xilidan chetda. Yana bitta narsa sizlarga yangiliklar bor bu yerda. Biz do'konimizda Pagon sotilmasidi. Pagonni yo'lga qo'ydik hozir. Pagon, Chevron, hamma chegara qo'shinlarimi, xavfsizlik, ichki ishlar hammasidan bor. Obloshkalar, dokumentlarga, piknikka chiqadiganlar, gazda bir choy qaynataman, ovqat qilaman desalaring, gaz ballonchilari bilan bor. Fanallarimizni turli xillari kelgan. Boltachalarimiz hammasidan bor. Pichoqlarimizni katta kichiklari hammasidan bor. Mana endi bu ajoyib pichoqlar ko'rsatib o'tadi operatorimiz. Xullas, binokullarimiz ham zo'rlari kelgan. Binokullarni nashnoy binokullar menimcha sotilib ketibdi. To'g'ri beriladi zakazga. Binokullarda ham har xilidan kelgan. Xullas, hammasida yangilik bor. Soatlarimizda ham yangiliklar, hammasidan har xil suvda ishlaydigan, o'quvchilar uchun ishlaydigan soatlarimiz ham kelgan. Xullas, yana men nimani ko'rsatmoqchi edim sizlarga? Perchatkalarimizni mana 3 yopiq perchatkalarimiz keldi. 3 ochiq perchatkalarimiz ham mana o'quvchilarga juda ham yengil. Hozir ko'rsataman. Menga to'g'risi ajoyib. Mana shu rang yoqdi. Kiyib ko'ramiz. Xullas, nima deydi? Sovuq tushdi-da. Endi bag'i nima deydi? Issiq kiyinib, issiq ko'felar damlab, mana juda ham qulay ekan. Zo'r ekan mana. Yopishib turar ekan, qo'liga ham ixcham kerak. Narigi ko'rsatgan perchatka ham endi sovuqda chiqasiz, u qishda tuman, qor yoqqanda ham chiqadigan o'quvchilarimiz bor-da. O'sha o'quvchilarimizga tavsiya qilaman, lekin mana yengil, ertalabda o'ga borib, qarmoqlar tashlab qo'yib o'tirib, qarmoq ushlab tortganda ham yengil ekan, zo'r ekan, lekin mana bu narsa. Mana ko'rsating, mana qaranglar. Maza narsa ekan. Endi buni haligi vaynli shimlar bilan, krossovkalar bilan kiyib olsangiz zo'r turadi. Xullas, yana yangiliklar ko'rsataman. Pateylarimiz zo'rlari kelgan. Mana har xil rangda, yumshoqqina, oyoqda nima deydi? Issiq ushaydi, yumshoq, foydali bu pateylarimiz. Sapopka, krossovkaga qo'ygani. Xullas, yana nima ko'rsatmoqchi edim? Bir narsaga ko'zim tushgan edi bugun. Achkilarimizni oldin ham ko'rsatganman. Bu achkidan o'zim taqqanman, bilasizlar. Buni taqasiz. Taqqaningizdan keyin mana yon tomonida qulog'ingizga naushnikini joylashtirasiz. Bu tomonda ham nima joylashtirib, Bluetooth orqali telefonga ulab olasiz. Telefonga ulangandan keyin yo'lda ketyapsizmi, bemalol gaplashib ketaverasiz. Buni achkini qorasidan bor, har xil ranglaridan bor. O'ga ham zo'r, mashinada ketyapti turganingizda sizni telefon olib chalg'imaysiz, gaplashib ketaverasiz. Shu o'ga chiqqaningizda ayniqsa ilon boshlab qarmoq chipillatamiz, o'shunda bemalol gaplashib o'tirib chipillataverasiz ilon boshlaganda. Keyin haligi birov bilan ko'rishib qolsangiz,
ko'pchilik hijolat bo'ladi, o'zi achkini yechib ko'rishadi. Ko'pchilik misol uni yechmaysizda bunday qilib turib, aynagini tepaga ko'tarib qo'yib turib, assalomu alaykum deb ko'rishasizda, yana aynagini sekin bunday qilsangiz pastga tushadi. Tushirib turib, yana o'da davom etaverasiz xullas. Qali, zo'rmi? Chotki. Aka, charchab qolmang deb menga kofe damlabdi Doniyorbek ukam. Ozgina kofe ichib, yana davom etamiz. Har bitta qaysi bir narsalar qolib ketyapti turgan bo'lsa, hozir to'xtab dam olib syomka qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki tovar ko'p. Bitta o'zim ulgurmayapman. Doniyorbek o'zining ishi bilan tovar teryapti. Hozir Sanjarbek telefon qilib qoldi. Sanjarbek bir jiyani bor ekan. Qayergadir baliq olib borishgan ekan. 7 tamikin sazan ushlabdi ko'ldan. Xullas kasal bo'libdi baliqqa. Qiziqib qolibdi. O'shanga hozir Log'ondagi ko'lga ketyapmiz. O'sha ko'lning adresini bering. Chuvalchang olib o'tib ketamiz. Agar chetda bo'lsangiz kirib o'tamiz kalibrga deganda, hozir kelib qolsa kerak o'ziga. Bismillah. Mazza kofe ham. Rahmat uka. Zo'r damlabsiz kofeni. Juda ham shirin ekan. Mana ajoyib barsetkalarimiz. Har xil turidan teridan qilingan barsetkalar. Xullas, yana nimani ko'rsatay sizlarga? Harbiylarga mana zashniklar tizzasiga, qo'liga taqqani. Kichkina mana sumkachalarimiz ham juda ham ajoyib. Haligi ovga chiqqanda yengil marinkaga bir shahar ichida bir shahar chekkalariga chiqqanda hamma yo'qni savolib osib olgani zo'r sumkachalar. Yonboshga taqiladi mana. Chiroyli qicham. To'g'risi yaxshi ko'raman shunday narsalar. Bular endi notebook, kompyuter solgani juda ham qulay. Mana kichkina orqaga osib yurgani kichikroqlari ham bor ekan. Tepada mana koja sumkalarimiz. Xullas maytda o'quvchilar uchun ajoyib yana ustovoshimiz bor. Ko'proq uni endi miltiq shu ovga chiqadiganlar, miltiq bilan shug'ullanadiganlar kiyadi. Maytda qishga yana kiygani ajoyib ustovoshlarimiz bor. Hozir endi moda bo'lyapti turgan, moda emas, endi sezoni keldi. Mana Xitoy, O'zbekiston, Xitoy tovari bular. Sharf shapkalarimiz, mazax piyasi, shanoning mazax piyasi. Endi bularimiz yozda ko'pchilik kiydi, o'zimiz ham kiydik. Bulardan bor, endi o'ramadik. Nima qilib beretlarimiz mana qizil, qora hammasidan. Qaysi tomon yuramiz endi? Tomon yuramiz. Chamadonlarimiz mana. Do'kon bir aylantirasizlar. Mana do'konimizni ancha kengaytirib qo'yganmiz. Doniyorbek qattiq ishladi do'konda. Mana do'konda aylanamiz. Yangiliklar ko'p do'stlar. Bundan keyin ham hozir tovar kelyapti. Tovar teriladi. Tovar xullas 5 kun, 10 kun hali ko'p tovar teriladi batga. Chunki juda ham ko'p. Tovar juda ham ko'p. O'shuning uchun o'zgartirish qilindi. Krossovka, oyoq kiyimlar mana bu tomonga alohida olib o'tildi mana. Shu tomonga qo'yildiki, har xil joyda bo'lib qolganligi uchun yangilik qilindi. Joylarni almashtirishib yangilik sapoylar mana. Mana ham ajoyib ekan. Sapok. Yo'q ekan. Yengilgina ekan. Zamoviy ham bor ekan. Eski harbiylar biladi, amerikanskiy sapoylar bo'lardi. O'shanga o'xshatib, sal o'xshatishibdi. Menimcha O'zbekiston mahsuloti bo'lsa kerak. Mana sapoylarni Terminator degani-yu. Baquvvat ekan. O'smaydi. Mana ular ham mazax kiygan. Endi ko'proq to'g'risi menga ko'p mavsum kiygan sapoylarim qiynaldim ipli sapoylarda. Chunki
tahorat qilasiz, namoz o'qiysiz. Shunda yechib kiygani umuman shu palatka tiksiz palatkaning ichiga kirib chiqqanda yengillik bo'lish uchun zamoyli bo'lgani yaxshi ekan sapoyda baribir. Zamoyli sapoylar yechilishi oson, kiyilishi oson, qulay demoqchi edim. Endi menga yana bitta sapoy ko'rdimda, yangilik edi. Mana u ham yengil, o'ta yengil. To'g'risi paypoqdan og'irroq bo'lsa kerak. Juda yengil sapoy. Krossovka kiyganda kiyasiz. Zamoyli ekan bu ham. Yana. Qayerdan mana. Mana sapoy ham zamoyli mana. U ajoyib ishlangan bu ham. Model boshqacha. Nima deydi? Elektromobilga o'xshaydi. Zo'r sapoy bu ham. Tagi qalin. Ancha-muncha tikon kirmaydi. Cho'l zonalarida bilasizlar, ovlarga chiqqanda haligi yantoq tikoni bor. Juda ham oyoqqa sanchiladi, ko'p joyga sanchiladi. Shuning uchun asosan oyoq kiyimda qalinroq narsa kiyishga harakat qilamiz. Remellarimizni ajoyiblari chetda. Mana har xil turlaridan ko'p, juda ham ko'p. Mana ajoyib remellar kelganda boshqachalardan. Yana ozgina dam olamiz shekilli. Bugun qattiq ishlayapmiz, to'g'risi. Masjidga chiqib olmasam bo'lmaydi shekilli. Xullas, soat anchagina soat ishlab qo'ydik. Bitta video qilish uchun 180 minut, 210 minut vaqt ketar ekan. Bitta shu baliq ovga chiqib obzor qilishimda shuncha vaqt videoga olinar ekan. Buni montaj qilib, kesib 40 minut, 30 minut, 50 minut, o'sha 20 minutga tushirib ishlash uchun 3,5 soat, 4 soat vaqt ketar ekan. U YouTube'ga yuklash uchun yana 2 soat vaqt ketadi unga. Xullas, bitta video olish uchun ancha vaqt sarflanar ekan. Kalibr do'konini ham endi misol hozir 2 soat atrofida syomka qilsak, bir 2 soat, 3 soat montaj qilsak, Xudo xolasa bugun yakshanba 2025-yil. Chislomiz necha bugun? Chislo ham esda yo'q, bilmaymiz. Xullas, bugun harakat qilamiz qo'yishga iloji boricha montaj qilib, shunga dam olib videoga olib sizlar bilan gaplashib o'g'lar haqida gapiradigan bo'lsak, Arnasoyga yana taklif qilishdi juda ko'pchilik. O'sha borgan joyimizga, O'lik ko'lga borishdi Sanjarbeklar. Baliq qolmagan. Lakasa so'rashib ketdi. Telefon qilishib, yozishib, SMS orqali lakasa yo'q, to'g'risi yo'q edi. Chunki lakasa tashlangan telefonimda, mening telefonimga o'sha telefonim yo'qolgan. Arnasoyda yo'qoldi, lekin hozir xabar keldi, telefonimni topishibdi. O'sha telefonlar Qo'qonga berib yubordik. Jiyanimizdan Sher akaning nomerini topib o'zlari telefon qilib chiqarib yuborishadi. Sanjarbek shunaqa xabar olib keldi menga. U mavsumiga keladigan bo'lsak, bu yil zo'r o'tdi u mavsumni. Xursandmiz. Bu yilgi mavsum hech qaysi yilgi mavsumga o'xshamagan ajoyib u mavsum bo'ldi. Natijalarimiz zo'r bo'ldi. Videolarimiz ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Endi hali mavsumni yopganimiz yo'q, lekin chiqamiz o'g'larga, Sirdaryoga, o'sha Gulistonga, zakanlariga bir borgan edik, bilsalaring. O'sha yerlarga bormoqchimiz hozir. Qaysi kuni noma'lum. Harakat qilamiz borishga, lekin ilonbosh baribir hozir chiqyapti. Ilonbosh, boshqa baliq bo'lsa ham o'sha videolar qilamiz, xudo xolasa. Kalibr do'koni bilan ko'pchilik aytadi, siz do'kon o'zingiznikimi? Do'konni o'zingiz ochganmisiz deb savol berishadi ko'pchilik. Yo'q, do'kon meniki emas. Shu ukalarimiz bor, eski qadrdonlarimiz, Farhodjon bilan Doniyor degan ukalarimiz shu Farg'ona shahridan eskidan shu do'konni yurgizishadi. Bizda o'zimiz shartnomamiz bor Kalibr do'koni bilan. Reklama bo'yicha o'zim ishlayman bu do'konda. Meni o'sha ovga ketadigan, chiqib ketishimda kiyim nima kiysam o'sha kiyib turgan ustuvoshlarim, aksessuarlarim shu do'kondan bo'ladi.
menga homiylik qilishadi to'g'risini aytganda. Xullas, davom etamizmi? Ko'p narsani ko'rsatib bo'ldim sizlarga. Hozir ochilmagan narsalarimiz bor. Paketlarda ochib qo'ysa, yangiliklar bo'lsa yana oraga video qilib qo'yib ketamiz. Nima demoqchi edim? Ajoyib narsa bu ham. Pichoqlarimizda. Aynan sindiradigan. Bolg'achali, boltacha. Bolg'a, bolta. Pichoq hammasidan bor ekan. Atverkasi yashab bor ekan. Xullas, har yili o'da kerakli bo'ladigan bitta narsa bor. Bil Arnasoyda ham 3 tami kamchiliklarimiz bilib oldik. Arnasoyga borganimizda shu lo'tga qayiq olmabmiz o'zimiz bilan. Kattaroq palatka olmabmiz. Yana nima bo'ldi? Etikni iloji bo'lsa uzunroqdan olish kerak ekan. Suv kirib ketdi ko'p joylarda. Shu tushib ushadi ilon boshda. Keyin bolta olmabmiz. Bolta. Bunaqa boltachalarimiz bor endi. Boltachamiz. Ham aytdi ekan. Xullas, nima demoqchiman? O'sha har bitta o'ga borganingizda o'zingiz uchun kerakli bo'lgan kamchiliklarni qilib borsangiz yaxshi bo'lar ekan. Endi bu boltachamiz kichikroq-ku. Mana komplekt pichog'i bilan bu kichikroq, to'g'risi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam lapata ham, lapatka deymizmi, lapata deymizmi? Xullas shu narsa kerak bo'lar ekan. Mana o'si to'g'risi keraklik bo'lishi. Bir qoziq, bir narsa o'rnatmoqchi bo'lasiz, naves qilmoqchi bo'lasiz. O'sha paytlarda ishlatgani, ko'ylagani kerak bo'lar ekan. Bizga juda kerak bo'lyapti. Doim olamiz deb o'zimiz bilan esdan chiqaryapmiz. Mana ham yaxshi narsa, pishiq narsa bu. Ular buni ko'proq harbiylar uchun bir tomoni arra. Xullas akalar shunaqa kimani ixchamroq yoningizda olib yurgani ham nima deydi? Hech ham og'irlik qilmaydi. Ixcham bo'ladi. Sumkachasi bor uni ham. Buni ham olib yursangiz kerak bo'ladi. Endi menga to'g'risi yoqiydigani mana bu narsa. Bu ham ajoyib. Xo'sh, bu tomoni kesadi. O yaxshigina o'tkir ekan uni. Yaxshigina o'tkirlab qo'yishibdi. Anaqa nimasi ham bor. O'lchagani razmer. O'zi lapata ham o'zi ham o'tkir. Bir tomoni arra. Bu ham ketmon bo'ladi, ochilib yopiladi. Bitta mayli, kofe qiling. Kofe yaxshi ketyapti. Mana bu tomonlarda ham ikkita ochiladigan joyi bor. Ichida o'zini kerakli nimalari bor. Menga qiziq bo'lgan joyi kechqurun o'da o'tirganingizda chiya bo'ri hujum qilsa, chiya bo'rini peshonasiga tiqib qo'ygan mana pichoqchasi bor, arralari bilan. O'tkir ekan bu pichog'i. Endi asosan shu lapata nimasi pishiqroq bo'lsa ishlatsangiz kerak bo'lar ekan. Ko'p gapiryapman shekilli o'zi. Endi iloji boricha sizlarga tushuntirib ko'rsatay deyapman-da. Xullas shu endi buni shunday qo'yib turamizda. Hozir sizlarga aytganimdek yuklarimiz hali ham kelyapti. Yo'lda kelyapti. Hozir yana bitta yuk tashab ketishdi. Sizlarga ko'rsataman hozir. Mana hozir mashina Doniyorbek bilan birga ko'tarib olib kirdik, qoplarda yuklar kelgan. Hozir ochib ko'radi, nima borligini bir qator sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Mana qoplarimizni ochdik. Ajoyib baquvvat remellar kelibdi mana. Remellar harbiylarga, o'quvchilarga. Yana bular nima? Mana ular nima Doniyorbek? Shapka sharf. Shapka sharf. Yangichasimi endi bu? Yani undanmi? Undan. Shapka sharflar kelibdi. Kepkalarni mana har xilidan. Xo'sh, yana nima? Yana kepkalar turidan mana. Kepka.
To'g'ri kepka ekan bu yerda. Yana nima? Bu ham shapka. Shapka sharflar mana. Xullas, ajoyib narsalar. Formalar. Bu yerda formalar ekan-a? Formalar. Xullas, mana do'stlar, formalarni zo'rlari shetda. Mana bunisini ochyapti Doniyorbek ukam. Yuklarimiz juda ko'p. Bugun yana kelishi mumkin, ertaga yana kelishi mumkin. Xullas, yuklar ko'p. Sig'may ketyapti yuklar. Krossovka ekan. Yo. Ha. Krossovkalar. Qishga, ha? Qishga. Bet. Bu ham yangilikmi hozir? Hozircha. Mexanizmli keldi. Ha. Mana do'stlar. Oldingi iplardan mana shunaqa narsalarga o'tib ketyapti shekilli shu bilan aka. Shu buralarni mahkamlab qo'yaveradi. Qatora. Zo'r. Mana korobkalarni ham ochib oldik. Doniyorbek hozir taxlashni boshladi. Nima demoqchiman? Sanjarbek kelmoqchi edi. Sanjarbek to'g'ri ko'lga o'tib ketibdi. Hozir keling, o'qilamiz billa deyapti. Endi vaqtda ishlarimiz tugadi, vaqt bo'lib qolsa, bog'lasa chiqib qolamiz. Doniyorbek mana ikkinchi kofeni damlab berdi menga. Dam olib. Bugun yakshanba o'z dam olish kuni. Bugun Andijon bilan Neftchini o'yini ham bor. Qattiq o'yin bo'ladi bugun Neftchini stadionida, Istiqlol stadionida. Obunachilarimizga rahmat deyman hammasiga. Timur degan ukam bor Samarqandda. Kecha telefon qilib qoldi. Aka, bas, shunday dam olgani keling Samarqandga. Deyapti. Bitta mashinada 2 kishimi, 3 kishimi, 4 kishimi kelinglar. Oktyabr oyiga bo'shman. Rossiyada endi bizneslari bor. Qabaqa chiqib ketmayman, keling bir dam olib ketasiz. Marinkoga olib chiqaman deyapti. Zo'r Marinkoga chiqadigan joylar bor Samarqandda. Qani xudo xolasa, nasib qilsa, oktyabr oyiga balki oxirlariga ham bir Samarqandga 3-4 kunga borib dam olgani. Yo'l-yo'lakay balki o'qib ketarmiz. Sherfishing sayohatda nomi ostida bir video qilmoqchimiz. Xo'sh, endi nima deymiz? Yangiliklar shu. Yana hozir tovarlarni men bilmayman qanaqa qopda, korobkalarda qanaqa tovarlar keladi. Jo'natishyapti, ochib, qopni yorib, korobkani yorib ko'rganda ko'ryapmiz, ichidan biz kutmagan tovarlar chiqyapti. Do'konimiz dushanbadan yakshanbagacha har kuni soat 8 dan kechga nechigacha ishlaysiz? Kech payt 6 gacha. Ertalab 8 dan 6 gacha ochiq. Obed vaqti shu yerda ham obed qilsa ochiq turaveradi do'kon. Yarim soat 1 soatga bormaydi, yarim soatga obedga chiqishadi. Atrofimiz restoran, kafe to'la. Bemalol kelaverasizlar. Yana nima demoqchiman? Doim yangilik bo'lsa, qishki mavsumdagi narsalar baribir ko'proq keladi. Shunga yangiliklarni har haftada sizlarga ko'rsatib, obzor qilib boramiz. Shu bo'lmasa, Sherfishing YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Keyingi obzorlarimiz balki baliq bo'lar. Yana ko'rishamiz sizlar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramda ham Sherfishing. Albatta obuna bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi bularni taklab qo'yamiz. Mashta o'rtada turibman, kameraga to'g'ri tushishim kerak edi. Yonga, bu yonga chiqib ketmasligim kerak. To'g'ri turib gapirishim kerak. Kofeni har zaman ichib qo'yishim kerak bunday qilib. 5-marta yurib borishim
To'g'ri kameraga tushyapman, to'g'ri o'rtada. Og'zim yaxshi boryaptimi? Men yurib borishim kerak-da, orqa hamma yoq ko'rinishi kerak. Krossovkalar deganimda montajgali krossovkalar olgan joylarni ulab olaveramiz. Qani? To'g'ri turibmanmi? O'zi hech narsa yo'q, bunday qilib qo'yaman-da. O'rta chiziqdan deb boraman, gapirib.